Jimjit odamlar haqida 9 ta psixologik fakt. Birinchi, odatda ularda atigi 2 yoki 3 ta do'sti bo'ladi. Ikkinchi, agar ular siz bilan o'zlarini qulay his qila boshlasa, ko'p gapira boshlaydilar. Uchinchi, ularning ichida juda ko'p g'azabi bor. Ularni g'azablantirmang. To'rtinchi, ularning ongida juda ko'p fikrlar bo'ladi. Bu ham ularning jimjitligining sabablaridan biri, chunki ular ko'p o'ylaydilar. Beshinchi, ular o'z his-tuyg'ulari va dardlarini ichida saqlaydilar, chunki bu hech kimni qiziqtirmaydi deb o'ylaydilar. Oltinchi, ularning eng shirali tabassumi va eng o'ziga xos kulgusi bor. Yettinchi, ular uyatchang va ko'zga tik qarab muloqot qilishga qiynaladilar. Sakkizinchi, agar ular siz bilan o'zlarini qulay his qilishni boshlashsa, ular o'ta qiziqarli va kulgili bo'lib qoladilar. To'qqizinchi, ko'p hollarda ular juda kuzatuvchan bo'ladilar. Bu videoni o'z jimjit do'stingizga yuboring. Agar siz yuksalishni va biznesda muvaffaqiyatga erishishni xohlasangiz, bizning Telegram kanalimizda 21-asrning eng noyob asarlarini topishingiz mumkin. Telegram kanalimizga profil shapkadagi ssilka orqali o'tishingiz mumkin.